Qanday Mavludga? Ya yaxshi. Chada yo'q, bosh qaraysan ku, bosh. Ya bosh qarmidi, aynak qaraganda ko'zim tursa. Ha, mana qarab o'zimni ko'ryapman degan. Bizning chechini o'shatdi sen qarab. Xiyollar. Cheching yana ozroq kayniga tushib kelsa pil tizdigan qilyapsan. Sen pil tizib qo'ysa ayollarning qishiga o'zing borsan. Programmadan bo'lib ketib chechi bilan ko'rinmay qolib. Aynaklik qilib olsanglar bosh to'yinchoqlik qoldi ekan. Bir şey gibi. Mavlud kamni bir kuni uydagilar Mavlud tapib, ha desa, qoyig'ingiz degidek. Qoyık. Ko'z aynakni keyinchilab taqib. Xiyolimni ko'rib oldim. Ha, xiyolingizni ko'rib oldim deyman. Ziyoli ko'rnima deb qasdan yulg'izgan chashqo bu. Aslında bu şunda ertesi yoki bir etot g'amlar bilan tushirg'asiz Odilkamning chechi tushib kelsa bo'ladi. Odilkamning kaynining chechi oldi kelib olib beribdi. Ha, chash degan tushunib mana. Bu 50 kiraydigan odamlar. Bu siz 40 kirgansiz? Voy, men Odilkamdan cho'g'man. Ha, bu kali Başında yaptığımızda. Dadisi bilan 1 yosh farq qildi emas. Mavlud kam tug'ilib, endi kalendar kashf bo'pti emas. Nim desek oldu ki. Akana dopunu kiyme oturayım. O adam yassımı sağmaydı o dopunu. Sevetsem çüşüm kaçıdı ki adam. Kapta aka gam qilmangmish. Mehmonning men chiqish iltifatini chashmi chiqdi. Şu aşıdak bolarmikin deb mehmondan ayrilanmadık. Agar chiqmay qilib qolsa, jadaqda. Ammo mush satrashqanlar kirsingizmi yerim baho olamdi. Aqati qimmat olibdik ya. 5 yondan chosh izlashyapti. Qiyinlik ketdi emasmi? Ba'zida ochiq keldi, 3 oyda bir kirsam, hammasi seningdek bo'lsa satrashda jon boqolmaydi deb. Ya bu satrashga kirsalaqa chosh olamiz deb beri o'sin tuzaydi. Ben kirsam teatrotda qizib oldi texi. Oradan yasıqdan. Vallahi ben. Oldin yasıqdak chosh olmagan ekan. Hacatlik akimiz o'zga tayimning to'qolari gaqildiq adam shu qo'y. To'ydigan bir kun qolganda to'qollarga ro'yi tasalli berdi. Ama o'zga tamdi qo'y mayga tushsizlar, o'zingizlar qizi qisqanda qilatdinglar. Sizlarchi shu mehmonning ishi bilan kelganmi? Shundaymi? Ya miyadma programmani o'tkazmishdan ketib boramda deyman. Müdürmay oturdu. Onun sonra Abdülgani ekam çavak kökünüp gitti. Vay birisi tügep kaptı. Çavak! Çavak! Koçap tutup mağın dokulu çavak! Öger beydikiler tamak pişti tamak yavdınız. Çavak! Bu da tine koşal kuram erkeğe azada oturuyor ha? Yok adam bu kaçkan oksigen yetişmedi. Çavak! Ben kılıqımga davet ediyorum. Bilganmizsam yanchi bilan kelarsan. Asavirdan kama qizil do'ppilar bilan doktorxona mashinasida ko'p ketibdi. Onada ko'rgan bizdan jo'ziq viyu. Hozir tiniq va mehmonimni o'tiribsizlar. Dakcha jiddiy kelibdi. Qanday Abdug'ofur apandi? Ikki pullik bilan may bilan odamni ag'javar qildingiz. Daha siz sinçay koyup bırakın. Sinçay koyup. Susuzluk kolu demez mi? Kolu ya. Qaynay romkun vosita deb avval romkun surishti qilinglar. Ağzınızın içine buldu. Bir gün çaydan kirib ketib öküzgül qo'yib chiqabsiz. Kichik yildimi? Doğru toşqizibma. Navat salam sizlar. Ya Navat sanmaydi ekti doqaytgan. Bana atiyaz mezgili Navatni chugib jipini ishiltirdim ala. Nagnak tushadimiz debchi. Cho'ng odamlar jipqa bak pishiq mana. Mushinchilik jip tepas ekti emasmi? Ha, keyingilar diqqat qilingizmi? Popaykonlar chugib mayoq taqib. Ey Allah'ım. Sonra popaykolar jutqichi tugimay ona.
Navat bilan menga bir qilib xiyolingni tongyo'gan qiladi. Endi bulan shu mana 60-70 kiraydigan bir kuldirib qo'ymasak, bo'lmaychi, bu ham chavakmi shunday yig'ir keldi. Hayoti chamagan chavakni chivit qoldirdi. O'z dedi cho'ng odamcha ikki qo'lam mush vaqt birga kiyib boqmagan deydi. Bu tunji qitimga birga kelsa. Sizlar deymaydi, "Men taraqqiy qilib bil, joyizlarda qilmasanglar." Bizlar tunlan mashinaning kayniga bog'lab bo'lsak, 92 kilikni ishchamsizlar. Rahmat. Kiyimlaylash o bir güzellik yaratish jarayoni. Kibosh bu güzellikka astoydil muomala qiluvchi. Shanxay Kibosh loyihasining bosh mas'uli tonilgan kiyimlayligimiz Qalbinurning yangi loyiha asarlari diyorimizga yetib keldi. Kibosh kiyimlarga real do'kon va tor savdogarlarning masofat chaqirdi. Telefon 180 409 00099. Undidar izlash nomeri Kibosh 5. Undidardan Kibosh 5 ni izlab qo'shib olib, do'koningizga zavod bosida mal kirgiza olasiz. Undidarda zakaz qabul qila olasiz. Shanxay Kibosh loyihasi.